Assalomu alaykumlar, hurmatli Savat Avto kanali obunachilar do'stlar. Sizlar bugun egalardan Captiva ko'rsatamiz. Bu Captiva'miz 2012 yilda ishlab chiqarilgan, holati chotki Captiva 3 qilib o'zgartirilgan. Oldi mordasi Captiva 3 qilingan, Captiva 3 diskalari, paroklari, xullas, orqa original stoplar, polni Captiva 3 qilingan do'stlar. Holati zo'r ekan. Mashinada 1 gram kraska yo'q, родной kraskada turibdi. Holati zo'r, 100 mingdan oshiqroq yurgan. Hozir kilometrini ko'rsataman. Narxi 150 million so'm do'stlar. Ekranda pastda prямо ega nomer turadi, kelishib olsangiz bo'ladi. Kraskasi родной. Salon holatlari ham zo'r. Na, rullar qo'yilgan. Hozir yurgan probegini ko'rib beramiz mana. Tak, 118 ming kilometr yurgan ekan. Monitorlar qo'yilgan. Salona paket kizib qo'ydilar. Holati chotki. Bu prямо egadan 3 oy oldin shu mashinani 190 million so'mga xarid qilgan ekan bozordan, o'zi haydamay, Rossiyada o'tirib telefonda xarid qilgan. 190 million so'm olib ketdi ekan egasi. Hozir 150 million so'mdan qaytib turibdi. Boshqa mashina olacak, shuning uchun sotchaq buni. O'zining biznesi uchun pul kerak dedi. Shuning uchun biznesga mos mashina olib haydayapman dedi. Holati zo'r, benzinda turibdi, chotki holatda, zapaskalari o'rnida, holati chotki. Captiva 2 ni Captiva 3 etish uchun do'stlar, orqa stop originaldan qo'yilgan, almashadi, bamperlar almashadi, diska bilan almashadi, porog almashadi, oldingi bamper almashadi. Bu polni do'stlar Captiva 3 qilingan. O'sha Captiva 2 ni Captiva 3 qilish uchun ham kamida 20 million so'm расход qilinadi do'stlar. Shu расход qilingan. Kraskasi родной, прямо egadan pastda nomer turadi. Telefonlashib olsangiz bo'ladi. 150 million so'm do'stlar. Narxi o'zine yarasha do'stlar. Ustunda kelishib beradan. Hozir motor qismini ham ko'rsataman. Motorlar ham zo'r turibdi ekan lekin. Xullas, mashin chiroyli qilib yana yuvilib, mo'yka qilinib, himsiya qilinib turibdi. Holati chotki, 3lik motorda. Antiprizdan durshnagani qip-qizil bo'lib, holati chotki. Bemalol kelishib olsangiz bo'ladi. Like bosib videoni Captiva zabigalariga tashlab qo'yamiz do'stlar.